165 koy chiqdi-ku. He. Neçli palet qilamiz? Ay, ikki qo'yib dalman qoldim. Buni 100 koy qilam pilla. 99 koy. 100 koy degan 3 qonliq soni dash. 99 koy desak boshqa qulg'uq yo'qdek yoqdi. Nice. Postgam Nayt Avaski, Yizbazar Meydan, shahar ichi tijoratchini tortib az bo'lamdi ya mana. Ba'zan oxir deymizmi? Tijoratchilar olib do'konga qisasi bo'lamdi keyin. Bo'ladi, Jiq ilaylar. bo'ladi. Ha, bunday qilib, o tijoratchilar olmaydi desak yaxshi bo'lmaydi. Ha, yana birga buni sal qiyinchilik odam az bo'ladi, boshqa az bo'lmaysak yana bo'lmaydi. Buni har qanday ham kelib olish kerak. Tijoratchilar binsin bo'lsa mana chaqalliq jiq olib bisimlab, dushanbadan keyin asbasas bo'lardi. Faoliyatni mana mushunda qilqalami bor. Bunda laqas başdan kelmez. Bana ne sulak mesela. May. 90 koy. Ben Gürüçüan. 48 koy. Koşkaç mı? 90 48 138. He. 5 koy. 138 5 143 He. 148 He. 5 koy. 153 Al 10 koy. 163. He. Muş 163 koyluq meselelerde ne sulak palet kılırsan. Mendim aldır ekansa adaş. Ha. 160 neçi koy? 165 koy çıktı o. He. Neçli palet kılırız? Ay, iki qo'yib dalman qoldim ben. Buni 100 koy qilam pilla. 99 koy. 100 koy degan 3 qonliq soni dash. 99 koy desak boshqa qulg'uq yo'qdek yoqdi. Mushunga ehtiyoj ulug' odamlar bor. Hatto men 10 yurish olaman. Magadan deb qo'yay. Men mush 5 liraning tavasi qiyinchilik va ammoga mush chaqaliq bir hol so'ramoqchi edim. Men mushundan 10 yurish olay. Menga biringlar 10 yurishi 999 koy olamdan. Ha, bo'ldi. Bunda olib qolsa, mana mushundaq masalalar ehtiyoj bala. Buni uyimizda davomli shiltimiz, yo'q bo'lmasa ayt qilinmaydi. Chigitmen asosan yemeymiz hozir. Zarangizmi ya? Tamsapning jinkon bojan qilgan guruchi, tamsapning sopini, ochiq suv, tuz, hammasi bizning oilamizda bo'lmasa faqat bo'lmaydigan narsalar. Bu shuni hammani 99 ko'yga, bu shu yangi Shamazonning ichidagi, ya'ni apandi boshqarmasining keng tarafdagi Al-Xush oysitmay dukuni, ya'ni Qashqar barini top setish o'rnidagi To'xtiqroqning og'ini 99 ko'yni faoliyat uyushtiribdi. Mush noimiz tavasidagi meni qo'llayotgan, mush og'ini qo'llayotgan do'stlar bo'lsanglar, mush Zopinga yurak bisib, bizni qo'shilib tanınçı yaxshi gaplarni yezib, misha kelib sitib olsanglar bo'ldi. Kallanglar ishlaydigan fursatparast tijoratchilar bo'lsanglar, Hizbazor maydonlaridagi oshxonadagi nashxon. Mushni ehtiyot, jiq olib bisilib, men 90 ko'y, men 90 ko'y sotadi. Men guruchni men 48 ko'y, 45 ko'y sotgan narsa bu. Bu ba'zi aniq buni. Faoliyatni boshqarib turgan men o'z ba'zi oladigan uni. Bunda foydalanib qolsanglar bo'ladi. Men do'konda o'tgan yil bir zopin tasdiq qilmam yadim keldi. 7-oyda. 7-oyda 7 qil o'rgatib ketadikmi? Ha, yaxshi. Ham esim keldi. Ben mushunda faoliyatlarni sizlarga pat-pat uyushtirib turinglar. Ben faqat zobin tortmayman degan, lekin sizlarni tortib, menda ish qilsang men davom tortib beraman. Haqsiz tortibmiz va yana. Menda meni qo'llagan aloqalarga telefonimni tashib qo'ytinglar ekanlar. Hala baqa men gonji qildimmi yo'qmi? Oy gonji. Do'yda menda o'ziga odam chiqib qoldi. Meni gonji qilmaydi, menda masala so'rayotgan. Meni gonji qilmay turib, menda vision numerimni so'rayotgan yoki yo'l so'rayotgan, masala so'rayotgan chiqib qoldi. Hey, bu qanday o'ziga asanlik bu? Avval başlar meni gapim yarg'an bo'lsa, men orqali bilimga erishalayotgan yoki to'g'ri yo'l topalayotgan ishqa ko'zing yetgan bo'lsa, darhol nima qo'shmaysizlar. Qo'shilib, uni keyinda masalan gonji qilib oldim. Sizlar menda gaplar menga yoqdi. Buni qanday davom ettirib ketmoqmiz yoki meni qanday qilsak bo'ladi degan misol bo'ldi ya. Tijoratni yurishtirishning har xil usul, amal, yo'llar bor. Men hech qanday narsani qo'shsam so'lib, beshlik dependentkan qo'yim yo'q. Men hatto o'xshash kasblarni yo'l ko'rsatmadim. O'xshash kasblarga menda qilsam menda bo'ladi, menda qilsam menda bo'ladi deb turibman. O'zaro ustam tanishtirib qo'yapman. Qo'limda kelish yaxshilik qilyapman. Shunday bo'lgandan yurak bakaliq, gonji qilsanglar bo'ladi. Yaxshi pullarni yezib qo'ysanglar, olti yo'lni sanglar bo'ladi, gul yo'lni sanglar bo'ladi. Ba'zi bir safasizlar, chezg'inda yo'lsanglar bo'ladi, meni qiyam chiqmaydi. Qo'llashiga o'zaro bo'ladi. Meni qo'llasanglar men shunday narsani sizlarga sunaman. Undan boshqa nurg'a men izlaganlar va agar shularni boshqalarga haqiq bo'ldi, foydali ish qildilar. Mush dukunimizni, o'zimizni, maslahatimizni to'nitira, Toshkent xalqiga o'zimizning ishonchli bir narsa sotgan tijorat ishlarimizni bildiringlar deb qolib qolsanglar, men izlanglar bo'lardi. Yaxshi ishlar bo'lib qolsa, men haqsiz chiqib beraman. Pul tepishni unchalar maqsad qilib ketmadim. Bundan burunmi shu, bundan kim shunday bo'ladi. Xalq ommamiz qo'llasa pul degan shu. Biz xalq ommamizni olib qolsak, pul topolmaymiz. Efendim boshqanasini shu xalq qo'llag'achga kengayotdi. Ko'paytiryapmiz. Tarmoq do'konimiz davatimiz. Yana o'xshash shu xalq ommasining qo'llashiga ehtiyojli. Bunda bo'lsa, qo'shmoqlar qo'shilinglar, ma'no maslahatlardan foydalanib qolinglar. Bu faoliyatning vaqti olib qolsa 2024 2-oyning 2-kunidan boshlab 2024 2-oyning 12-kunigacha jami 10 kun. Ma faoliyatni 10 kun davomlashtiramiz. 10 kun jarayonida Hizbazor maydon, Chaychi har qanday yerdagi
dehqon chorvachi, ishchi xizmatchi, tijoratchi hammadan kelib olsanglar bo'ladi. Mencha cho'qim ilininglar. Bunda arzon faoliyat davomli bo'lmaydi. Hozir men oilamga kamida 40 yillik yamaydi. Buning top bahsi yasalgan taqdirdami arzonlar bir paxsanglar bo'ladi. May, guruch, ochiq suv, tuz, qog'oz, sopun qatorliq mush mallarni 99 yopiliq ariz olamaysiz. 130 yo'q olamaysiz. Yaxshi hisoblab paxsanglar bo'ladi. Oilada hamon ketadi. Shuna hep qo'shinglarni tavsiya qilamiz.